Assalomu alaykum. Sağ Yaxshi yetib keldingizmi? ol. Ism familiyangiz Bobojonova Saodat. 70-yilsiz, Xorazm viloyati Shovot tumani. To'g'ri gapiryapmanmi? Tak, grija yaxshigina katta. Xo'sh. На уровне L3, L4 грыжа диска, центральная грыжа диска 4 мм. На уровне L4, L5 левосторонняя грыжа до 6 мм. На уровне L5, S1 грыжа 6 мм с разрывом фиброзного кольца, оттеснением задней продольной связки и компримированием дурального мешка соответствующих корешков. И центральная протрузия диска орторода L1, L2 2 мм. И центральная протрузия диска L2, L3 2 мм. Так. Дегенеративные изменения deb yozilgan bu yerda omurtqangizda L3, L4, L4, L5. Дальше. Позвоночный канал вторично сужен на уровне дисков L3, L4, L4, L5, L5, S1. Значит, грыжа диска L3, L4, L4, L5, L5, S1, протрузия диска L1, L2, L2, L3, вторичный стеноз L3, L4, L4, L5, L5, S1 и spondylioz, spondyloartroz. Bu qachondan beri bundaysiz? 2015'ten beri. Qattiqroq gapiring. 2015-yildan. Ha, 2015-yildan beri. Shunda olsam bor edi. Ko'rsatavering, bor narsangizni ko'rsating. Hech narsa qilmaydi, vaqtim ko'p. Shunda boshlanganda 2015'da tushgan. 2015 bo'lsa 11 yil bo'libdi. Biron joyda davolanib ko'rdingizmi? Shu bolisada yotib davolanadim. Unda faqat Og'riq. grijani o'ziga. Og'riq to'xtaydi birinchi yili bu endi. Og'rigan vaqtda tushgan menda. Mana qarang, protruziya diski 3,8 cm deb qo'yibdi. 15-yil tushganingiz. 25-yilda tushganingizda esa o'sha joyda o'zida 6 mmgacha kattaribdi. L5 S1da yana protruziyasi bor ekan 3 mmlik, bu ham 6 mmga kattaribdi. Semetrib qo'ydi, boqqanday qilib ko'tarib olib kelibsiz hozir buni. Shuncha yildan beri. Davolanish muddati cheklanmagan bu yerda. Keldingiz, kasalman deb shikoyat qildingiz. Oyog'ingizdagi qaysi tomonga og'riq beryapti? Shu oyog'im dinasi yo'q, shunda bor, o'ng oyoqda. Yurishingizda bunday qilib yurasizmi, qiynalib? Yo'q. To'g'ri yurasizmi? Qayoqqa ko'proq og'riq beradi? Shu dizimga og'riq beradi. Hali ne yo'q oyoqda. Shu dizimga og'riq beradi. Tizada. Mana bu sondim bu yoqda yo'qmi? Yo'q. Bu avval bormidi? Avval bor edi. Oyoqning uchida og'riq bormi? Oyoq uvushadimi? Bijir qiladimi? Oyoq muzlaydimi? Sovqotadimi? Hozir cheshib ketibdi bu. Shishib ham ketdimi? Yurganingizgami? Yo'q, yo'q. Buyrak og'riydimi? Shu yerimdan og'rib bezovta etib keldi. Oshqozon osti bezingizmi? O'sha chep oyoq qabirg'amda og'riq bor. Yegan singmaydi, qorin chishib ketadi, bir yesa zarda qaynaydi. Zarda qaynaydi, qorin shishadi. Ko'kirish ko'pmi? Oshqozoningiz ovqat hazm bo'lmaydimi? Yaxshi hazm bo'lmaydi. Qarang, davolashni boshlayman. Birinchi 10 kun davolaymiz. 10 kun ichida natijaga qaraladi. Natija yaxshi bo'lib boraversa, mana yerimda og'riq qoldi, mana yerimdagi tugadi, mana yerimda ozroq qoldi desangiz, 1-2 kun qo'shib olasiz. Bu yerdan chala-chulpa davolanib chiqib ketishga yo'l yo'q-da.
yo o'zingiz norozi bo'lib ketaverishingiz mumkin yoki oxirigacha yetkazishingiz kerak. Bu mana masalan bular ichak kasalliklari 10 kun 10 kun. Bularga qo'shmayman. Lekin sizlarniki birov 11 kun, birov 7 kun, birov 15 kun, hammani har xil. Muhimi kasalingizni Xorazmdan ko'tarib keldingizmi, shu yerga to'liq tashlab ketish kerak. Yangi tug'ilgan chaqaloqni chiqarib yuborishim kerak. Shunday ketish uchun keldimiz. Mana baraka. Xo'p. Tushunarli, ya? Tortishdan iborat. Umurtqani tortamiz, qo'l-oyoq bo'ylab. Qiyin emas, og'riqli emas, azob beradigan emas. Bemalol yotib, 2 mahal ertalab kechqurun siz bilan shug'ullanaman. Tushundingiz-a? Salomat bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Evet. Bobojanova Saodat 70-yil Xorazm viloyati Shovot tumani. 3 may 26-yili yozib beryapsiz. 15-yildan beri belimda grija borligi aniqlandi. 11 yil ichida 2 barobar kattarib ketibdi. Ikkinchisi chap oyoq tizza og'rig'i, oyoq uchi uvishadi, bel qotadi. Ba'zi vaqtlarda oyog'im shibim ketadi, jig'ildon qaynaydi, o't dimlanadi, ko'p kekiraman, qorin shishadi, yaxshi hazm bo'lmayapti. Mana bu shikoyatlaringiz. Qarang, birinchi shikoyatga qaytaylik. Mana hozir bugun 11 mayda, to'g'rimi? Nima o'zgardi? Bor, o'zgarish bor. Belimda og'riq bor edi. Hozir og'rimayapti. Og'rish yo'q. Yo'q, Tizzang qanaqa bo'ldi? tizzam ham yaxshi. Og'rimaydi. Yaxshimi? O'rningizda bunday turib ketalasizmi? Bemalol endi. Qani bir turingchi. Menga chiqib o'tirib ko'rsating menga. O'tiring. Ha, ana shunday. Turing endi. Bemalol siz, ha? Marhamat. Oyoqlari shishib ketishi bu yerda bo'lmadi shekilli, to'g'rimi? Yo'q. Shish yo'q. Nima bezovta bo'lyapti hali? Masalan, 10 kun ichida davoladim. Zarda qaynadi-da bir. Ozroq zarda qaynadi. Xo'p, mayli, u zarda u. Xo'p, yanachi? Oyoq, bel, meni kelganingizga bel oyoq bilan shikoyat bilan keldingiz, to'g'rimi? Ana shu ishni bajarib bera oldimmi? Ha, bajardingiz. Ha? Xorazmdan bekor kelmabsiz. O'g'lingiz zo'rg'a yetalab chaqirib oldi. Qo'rqqandim-da. Endichi yaxshi bo'ldimi? Xudoga shukr, yaxshiman. Demak, foyda ko'rdingiz. To'g'rimi? Ha, rozi bo'lsin Alloh. roziman. Mehnatimdan rozimisiz? Ha, roziman. Siz ham rozi bo'ling. Bergan osh tizingizga. Ya, mayli, men roziman. Muhimi xarajatingizga ham rozisiz. Ha, roziman. Alloh rozi bo'lsin. Bundan buyog'iga turnikka turganingizda, mana shunday ushlaysizda, oyoqni yerdan uzmasdan turishingiz kerak. Tovon ko'tarilib turadi xolos, oyoq uchida. Ertalab, kechqurun, ertalab, kechqurun. Har kuni fizaryadga mana shunaqa. Charchadimi qo'lingiz, asta ishingizni qilib ketavering. Kechqurun ham bir vaqt topingda, yana shunday qilib turing. Uzoqroq tura olasizda, u yengil fizaryadka bu. Agar oyoqni uchini uzib turnikda tursangiz, minutga ham bormaysiz. Qo'l og'riydi-da, tushasiz. Bu yerda 10 minut ham tura olasiz, oyoq uchida tursangiz. Shunda umurtqa yana cho'zilib turaveradi-da, bosilib qolmaydi. Muhimi shu. Yeydigan ovqatlaringizda hech qanaqangi parhez yo'q. Hammasi joy-joyiga tushadi. Agar jig'ildon qaynayotgan bo'lsa, o'zimizning chayni soda bor-ku, non soda. Qaynoq suvni yarim stakan qaynoq suvni yarim stakanga solasizda, choy qoshiqni uchida ichiga sovorasiz. Gujj etadi. Ichaman. Ichasiz. Jig'ildon qaynash qoladi. Kislotность ko'p bo'lgani hisobiga bo'ladi narsa. Buni bartaraf qilayotgan narsa soda. Shu qornim ham chishadi. Ha, oddiy shu bilan vaziyatga chiqib ketaverasiz. Tushunarli? Salomat bo'ling.